1905-yilda Albert Einstein ismli 26 yoshli patent idorasi xodimi ilmiy maqola e'lon qildi. Bu maqola insoniyatning borliq haqidagi tasavvurini butunlay o'zgartirdi. Ungacha olimlar vaqt koinotning hamma joyda bir xil tezlikda o'tadi deb hisoblashardi. Ammo Einstein oddiy, shu bilan birga inqilobiy savol berdi. Agar yorug'lik tezligi hamma uchun doimo bir xil bo'lsa-chi? Qanchalik tez harakat qilishingizdan qat'iy nazar, qayerda turganingizdan qat'iy nazar, avvaliga bu imkonsizdek tuyuladi. Tasavvur qiling, siz yo'l chetida turibsiz. Yoningizdan soatiga 100 kilometr tezlikda avtomobil o'tib ketmoqda. Agar unga qarama-qarshi tomondan yana bir avtomobil xuddi shu tezlikda kelsa, ularning tezligi qo'shiladi deb o'ylaysiz. Kundalik hayotdagi harakat aynan shunday ishlaydi. Ammo yorug'lik bu qoidaga bo'ysunmaydi. Tasavvur qiling. Siz yorug'lik tezligining yarmiga teng tezlikda uchayotgan kosmik kemada turib, fonar yoqdingiz. Shunga qaramay, yorug'lik tezroq harakatlanmaydi. Siz ham, harakatsiz turgan kuzatuvchi ham yorug'lik tezligini bir xil o'lchaysiz. Sekundiga 299.792 kilometr. Yorug'lik tezligi hech qachon o'zgarmaydi. Agar yorug'lik o'zgarmasa, demak, boshqa biror narsa o'zgarishi kerak. Einstein o'zgarishi mumkin bo'lgan yagona narsalar fazo va vaqtning o'zi ekanini tushundi. Ular o'zgarmas emas. Ular cho'zilishi mumkin, qisqarishi mumkin, hatto egilishi ham mumkin. Shu kundan boshlab vaqt butun koinot uchun bir xil ishlaydigan universal soat bo'lmay qoldi. U koinot tuzilishining ajralmas qismiga aylandi. Vaqt sekinlashishi mumkinmi? Tasavvur qiling. Sizda bir-biriga mutlaqo o'xshash ikkita soat bor. Ulardan biri yerda qoladi. Ikkinchisi esa yorug'lik tezligiga yaqin tezlikda uchadigan kosmik kemaga joylashtiriladi. Bir necha yildan so'ng kosmik kema yerga qaytadi. Ikkala soat ham mukammal ishlamoqda. Ammo endi ular bir xil vaqtni ko'rsatmaydi. Kosmik kemadagi soat sekinroq yurgan bo'ladi. Astronavtlar uchun esa hamma narsa mutlaqo odatiy kechgan. Ularning yuragi odatdagidek urgan. Ular ovqatlangan, uxlagan va suhbatlashgan. Kosmik kema ichida hech qanday g'alati holat sezilmagan. Ammo yerdagi odamlar bilan solishtirilganda, astronavtlar uchun kamroq vaqt o'tgan. Bu hodisa vaqtning sekinlashuvi yoki vaqt dilatatsiyasi deb ataladi. Bu Einsteinning maxsus nisbiylik nazariyasidagi eng hayratlanarli xulosalardan biridir. Fazoda qanchalik tez harakat qilsangiz, vaqt ichida shunchalik sekin harakat qilasiz. Bu g'aroyib hodisa fizikadagi eng mashhur fikriy tajribalardan birida yanada hayratlanarli tus oladi. Tasavvur qiling, bir-biriga mutlaqo o'xshash egizaklar bor. Ulardan biri yerda qoladi. Ikkinchisi esa yorug'lik tezligining 99.9% ga teng tezlikda harakatlana oladigan kosmik kemaga chiqadi. Astronavtning soatiga ko'ra sayohat 5 yil davom etadi. Sayohatchi nihoyat yerga qaytganida aql bovar qilmas hodisa yuz beradi. Astronavt atigi 5 yilga qarigan bo'ladi. Ammo yerda o'nlab yillar o'tib ketgan bo'lishi mumkin. Yerda qolgan egizak allaqachon keksayib ulgurgan. Kosmosdan qaytgan egizak esa hamon nisbatan yosh. Bu ilmiy fantastikadek eshitiladi. Ammo bu hodisa Einstein tenglamalaridan bevosita kelib chiqadi. Har bir egizak uchun vaqtning o'zi turlicha o'tgan. Hech qaysi soat buzilmagan. Hech qaysi kuzatuvchi g'ayrioddiy holatni sezmagan. Shunchaki borliqning o'zi ularning har biriga turlicha munosabatda bo'lgan. Bu yerga kelib, bularning barchasi faqat matematik tenglamalarda mavjud deb o'ylashingiz mumkin. Ammo unday emas. Olimlar vaqtning sekinlashishini ko'p marotaba tajribada tekshirishgan. Eng mashhur tajribalardan biri 1971-yilda o'tkazilgan. Fiziklar Joseph Haffele va Richard Keating nihoyatda aniq atom soatlarini yo'lovchi samolyotlarga joylashtirishdi. Bir nechta atom soati yerda qoldirildi. Qolganlari esa samolyotlarda dunyo bo'ylab uchirildi. Parvozlar tugagach, barcha soatlarning ko'rsatkichlari solishtirildi. Natija Einstein bashoratlariga mos keldi. Sayohat qilgan soatlar yerda qolgan soatlardan biroz farqli vaqtni ko'rsatdi. Farq juda kichik edi. Sekundning milliarddan bir qismiga teng.
ammo u haqiqiy edi. Vaqt turli joylarda haqiqatdan ham turlicha tezlikda o'tgan edi. Einstein haq edi. Telefoningiz nisbiylik nazariyasiga bog'liq. Bundan ham hayratlanarli bir haqiqat bor. Siz Einstein nazariyasidan har kuni foydalanasiz. Xaritani ochganingizda, taksi chaqirganingizda yoki GPS yordamida manzil qidirganingizda siz nisbiylik nazariyasiga tayanasiz. GPS sun'iy yo'ldoshlari Yer atrofida soatiga qariyb 14,000 kilometr tezlikda harakatlanadi. Ular Yer yuzasiga qaraganda tortishish kuchi ancha zaif bo'lgan balandlikda joylashgan. Tezlik va gravitatsiya ta'siri sababli sun'iy yo'ldoshlardagi soatlar Yerdagi soatlar bilan aynan bir xil tezlikda yurmaydi. Shuning uchun muhandislar har kuni ularning vaqtini Einstein tenglamalari asosida tuzatib turishlari kerak. Agar bu tuzatishlar amalga oshirilmasa, GPS xatoligi har kuni bir necha kilometrga oshib boradi. Oradan ko'p vaqt o'tmay, navigatsiya tizimlari butunlay yaroqsiz holga keladi. Nisbiylik shunchaki nazariya emas. U zamonaviy texnologiyalarning ajralmas qismidir. Gravitatsiya ham vaqtni o'zgartiradi. Vaqtga ta'sir qiladigan yagona omil tezlik emas. Gravitatsiya ham vaqtni o'zgartiradi. Tasavvur qiling, siz juda baland tog' cho'qqisiga chiqdingiz. Endi siz Yer markazidan biroz uzoqroqda turibsiz. Bu yerda tortishish kuchi dengiz sathidagiga qaraganda ozgina zaifroq. Einstein nazariyasiga ko'ra, sizning soatingiz dengiz sathidagi soatdan juda oz bo'lsa-da tezroq yuradi. Bu farq nihoyatda kichik. Inson uni sezishi imkonsiz. Ammo zamonaviy atom soatlari uni o'lchay oladi. Hatto zinadan bir qavat yuqoriga ko'tarilish ham vaqtning o'tish tezligini tasavvur qilib bo'lmas darajada kichik miqdorda o'zgartiradi. Bu shuni anglatadiki, Yerning barcha nuqtalarida vaqt bir xil tezlikda o'tmaydi. Turli joylarda vaqtning o'tish sur'ati ham biroz farq qiladi. Qora tuynuklar vaqt deyarli to'xtaydigan joy. Endi koinotdagi eng kuchli gravitatsiyani tasavvur qilaylik. Qora tuynukni. Qora tuynuk yaqinida tortishish kuchi shu qadar kuchli bo'ladiki, vaqtning o'tishi keskin sekinlashadi. Agar siz xavfsiz masofada turib, qora tuynuk tomon tushayotgan soatni kuzatsangiz, uning borgan sari sekinroq yurayotganini ko'rasiz. Oxir-oqibat u deyarli to'xtab qolgandek ko'rinadi. Sizning nuqtai nazaringizdan soat hech qachon hodisalar ufqini kesib o'tmagandek bo'ladi. Ammo soat bilan birga qora tuynuk tomon tushayotgan odam uchun hamma narsa odatdagidek davom etadi. Uning qo'l soati yurishda davom etadi. Yuragi urishda davom etadi. U o'z vaqtida hech qanday g'ayrioddiy o'zgarishni sezmaydi. Turli kuzatuvchilarning vaqtni turlicha his qilishi umumiy nisbiylik nazariyasining eng sirli oqibatlaridan biridir. Vaqt mutlaq emas. U qayerda ekaningizga va qanday harakatlanayotganingizga bog'liq. Koinotda yagona soat yo'q. Einstein ishlaridan kelib chiqadigan eng chuqur xulosa shundan iborat. Butun koinotni boshqarib turadigan yagona universal soat mavjud emas. Hozirgi lahza hamma uchun bir xil emas. Fazoda turlicha harakatlanayotgan ikki kuzatuvchi qaysi voqealar bir vaqtda yuz bergani haqida turli fikrda bo'lishi mumkin. Bu tushuncha bir vaqtlilikning nisbiyligi deb ataladi. Unga ko'ra, koinotda barcha uchun umumiy bo'lgan yagona hozir mavjud emas. Aksincha, har bir kuzatuvchi fazo vaqt bo'ylab o'z vaqt yo'liga ega. Bu fikr borliq haqidagi tasavvurimizni butunlay o'zgartiradi. Vaqt koinot bo'ylab oqib boradigan ko'rinmas daryo emas. U fazoning o'zi bilan chambarchas bog'langan. Vaqt koinot tuzilishiga to'qilgan eng sirli o'lchovlardan biridir.